Ertasi kuni u qo'lida g'alati qichishishni his qildi. Tirnalab hayratda qoldi. Qo'lining kaftidagi terida kichik bir qora ko'z paydo bo'ldi. Teri qichishishi tarqamadi. U yelkasiga o'tdi. U yerda teri cho'zildi va tarqalib ketdi. Yana bir ko'z paydo bo'ldi. Keyin yuzi qichishdi, bo'yin va beli ham. Butun kun davomida uning butun tanasida ko'zlar paydo bo'ldi. Hattoki ko'krak, qorin, yelkalarida ham. U qo'rquvdan kiyimlarini yirtdi, lekin bu foyda bermadi. U hattoki bu dahshatni hech kim ko'rmasligi uchun qalinroq kiyimlar bilan berkinmoqchi bo'ldi. Lekin kiyimlar nozik ko'zlarga tegib chidab bo'lmas darajada og'riq berardi. U ortga yurayotganida qoqilib yiqilib tushdi. U to'g'ridan to'g'ri orqasini qoplagan ko'zlari bilan tushdi. Endi savdogar atrofni o'rab turgan tomoshabinlar to'dasini ko'rdi. U hamma narsani ko'rardi. Lekin u o'ziga dahshatli og'riq keltirmasdan hattoki joydan qimirlay olmasdi. U yotgan holatda ko'z oldida shirinliklar emas, butun hayoti o'g'irlanayotganini his qilib yotardi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar